Oh my god. Qatdan topib oldingiz? Korobkasi qani buni? Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimday Ulug'bek do'stlar. Bugungi videomiz sal noodatiy tarzda obzor bo'ladi, sababi unpackingsiz obzor qilamiz do'stlar. Mana Huawei Nova 13 telefon haqida bo'ladi. Nega Huawei telefonni olib chiqdingiz? Axir unda Google servislar ishlamaydi-yu desanglar, juda qattiq adashasizlar. Sababi video davomida tushuntirib o'taman do'stlar. O'zi bilasizlar, Huawei Nova 13 bozorlarda anchadan beri sotuvda bor va Huawei kompaniyasi o'z vaqtida Android telefonlarni choyini ichirib qo'ygan sotuv bo'yicha va hozirda ozgina sotuv sustlashgan. Sababi shu Google servis ishlamaydi, bunaqa muammolari bor deb odamlar nima deb o'ylaydi. Google'ga bog'lanib qolgan odamlar ham bemalol Huawei Nova 13 telefonini va вообще-то Huawei telefonlarini ishlatsanglar bo'ladi va bu telefonimizga qimmat emas, arzon emas, o'rta segmentdagi smartfonlarning qatoriga kiradi do'stlar. Va bugungi videomizda Huawei Nova 13 telefonni plyus taraflari va minus taraflarini hammasini ko'rib chiqamiz. Shaxsan o'zim fikrimni aytaman va bu video hech qanaqa reklama emas do'stlar, boricha etiladi va qaysidir videomizda qaysidir telefonni qaysidir joyini men maqtasam do'stlar, bu reklama ekan, reklama deb tashlayapsizlar. Yo'q do'stlar, men reklamaga olgan telefonimni ham do'stlar minus tarafini aytaman. To'g'risi yolg'on gapirishni yoqtirmayman. Shaxsan o'zim yolg'on gapirishni yoqtirmayman. Shu sababdan bu telefonni ham hozir ochishchasiga hammasini ko'rib chiqamiz. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, aytgancha videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish unutmanglar do'stlar. Sababi tezroq 100 mingtaga chiqishimiz kerak. Xo'p, ekran diagonali 6.17 dyum amaliyot matrixa 120 Hz va ekran yorug'ligi 1150 nit. Kunduz kuni ko'chada men ishlatib ko'rdim, ekranda hech qanaqa muammolarni sezmadim, yorug'likni yaxshi yetkazib berdi. Va protsessorga keladigan bo'lsak, Huawei o'zi ishlab chiqaradigan protsessor Kirin 8000 7 nanometrli. Batareyka hajmi 5000 mAh va Google'dagi ma'lumotlarga qaraganda 0 dan 100% gacha 1 soat vaqtni ichida to'ldirib berar ekan. Agar turbo rejim yoqilsa, yarim soatdan sal oshiqroq vaqtda to'ldirib berar ekan. Va Huawei Nova 13 telefonining xotirasi 12 ga 256 GB va 12 ga 512 GB bo'lar ekan. Ekranida optik barmoq izi skaneri ham bor. Endi kamerasiga keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 50 megapiksel va kamera joylashuvi ham boshqa smartfonlarda ajralib turadigan o'zgacha dizayn qilingan va kamera burchak qismida ham Nova yozuvi tushirilgan. Endi bu alohida e'tibor chiroy berib turibdi. Xo'p, endi frontal kamerasi tasavvur qilinglar, asosiy kamerasi 50 megapiksel bo'lsa, frontal kamerasi 60 megapiksel ekan do'stlar. Endi video davomida hammasini tekshirib ko'ramiz va bilib olamiz do'stlar, rostdan ham shunaqami yoki yo'q. Bu telefonni test qilishga boshlaymiz. Ketdi. Tak, birinchi PUBG o'yinidan boshlaymiz. Telefonda qizishlar, ataka jarayonlarida laglar bo'lmasmikan, hozir hammasini tekshirib ko'ramiz. Tak, birinchi odamlar ko'p joyga uchamiz va samolyotdan sakraganimizda ko'rdinglar, hech qanaqa qochishlar bo'lmadi va yerga tushganimizda qochishlar bo'lmasmikan, hozir hammasini ko'ramiz. Lekin tushib ketayotganimizda ozgina laglar bo'ldi. Tak, yerga tushdik. Atrofda juda odamlar ko'p, oldimga ham tushdi, lekin qochishlar bo'lmadi. Kelinglar endi close jarayonlarni ko'rib chiqamiz. O'zi Huawei telefonda giroskop bormi? Hozir ko'ramiz. Tak, giroskopimiz bor do'stlar va sifati ko'rishinglar mumkin. Ancha yaxshi. Men hech qanaqa zaddirchilik sezmadim. Endi atakani davom ettiramiz. Tak, endi oldimizdagi odamni granata bilan, aniqrog'i kichkinagina portlash bilan o'ldirib ko'ramiz. Bu vzrivda telefon qotarmagan. Jonimiz ketdi, lekin telefonda hech qanaqa lag sezmadim. Endi buni tan olish kerak, kichkinagina portlash edi, endi kattaroq portlash qilamiz. Ketdi. Tak, mashinamiz portladi, lekin katta portlashda ham hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Tak, endi bootcampga tushib ko'ramiz. Bilasiz, ancha-muncha telefonlar bootcampda qiynaladi va ataka jarayonlarida Huawei telefonimizda qanaqa darajada qotar ekan hozir ko'ramiz. Tak, samolyotdan sakradik va qochishlar bo'ldi. Okey, endi atrofda odamlar juda ham ko'p. Tushganimizda ham qochishlar bo'lishi mumkin. Tak, bootcampga ham tushib oldik. Telefonimizda hozircha qochishlar yo'q desam, yo'q, qochishlar bor ekan.
Keyingi o'yinimiz esa Delta Force o'yini. Kirgan vaqtimizda bitta like bo'lib berdi. Xo'p, nastroykada maksimal grafikaga qo'yganimizda ko'rishingiz mumkin 10 FPS ga tushib qoldi. Va 10 FPS o'zingizlar bilganinglardek o'ynab bo'lmaydigan darajada bo'ladi. Va PUBG singari grafikani eng oddiysiga qo'yganimizda maksimal 60 FPS gacha ko'tarib berdi. O'yinda maksimal atakalarga chiqdim, qo'ldan kelgancha telefonni qiynashga harakat ko'rdim va telefon eng oddiy grafikada stabilni 60 FPS ishlab berdi. Hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. O'yindagi holatini o'zingizlar ko'rdinglar. Endi men ko'rgan jiddiy kamchiliklar keladigan bo'lsak, birinchisi odam ko'p joyga tushganimizda birinchi xato va atrofimizda juda ko'p odamlar ataka qilayotgan bo'lsa, undan FPS sezilarli darajada tushyapti. Tayinli crossfire jarayonni ham qila olmaysizlar do'stlar. Boshqa jarayonlarda o'zini yaxshi ko'rsatib berdi do'stlar. Xo'p, endi bu telefonda kameralar va sun'iy intellektlarni ko'rib chiqamiz ketdi. Xo'p, endi sun'iy intellektga keladigan bo'lsak, olgan rasmimizda ortiqcha odam tushib qolgan bo'lsa, bemalol o'chirib tashlash iloji bor. Xo'p, faqatgina shuni tanlab olamiz va 1-2 sekunddan keyin uje srazu ideal tarzda bizga o'chirib berdi. Xo'p, ikkinchisi esa rasmga xunuk tushib qolgan bo'lsa yoki ko'zingiz yopilib qolgan bo'lsa, bu endi bu narsani to'g'rilash imkoni bor. Faqatgina sizlardan so'raladigan narsa galereyada faqat bitta rasm emas, o'sha 4 ta rasm bo'lishi kerak, sizlarning yuzingizlar bo'lishi kerak. Sababi analiz qilganda sizlarning yuzinglarni boshqa rasmdan olib to'g'rilab beradi. Boshqa rasmdan yuzimizdan oldi va ko'rishingiz mumkin. Faqatgina ba'zi rasmlarda ideal darajada chiqarib bermaydi, xuddi shunaqa ko'rinishlar bo'lib qoladi. Bu narsani inobatga olish kerak. Olingan rasmlarga baho berishni boshlaymiz. Birinchi rasmimiz 1x olingan rasm, lekin keng burchakli kamerada olingan rasmga juda ham o'xshab ketadi, lekin sifati ancha yaxshi. Ikkinchi rasmimiz esa 2x da olingan rasm, 2x da ranglar bir-biriga birlashib ketgan va sal xiraroq ko'rindi. Uchinchi rasmimizda esa 10x da olingan rasm. To'g'ri, ranglari ancha sust, lekin sifati ancha tiniq do'stlar. 10x olingan rasmda odamni ham rasmga olib ko'rdim va rasmda havomiz changligi yaqqol bilinib turibdi, lekin odamni ancha tiniq olib bergan. 5-rasmimizda esa keng burchakli kamerada rasmga olingan ranglar va sifati ancha yaxshi. Kechki payt olingan rasmga keladigan bo'lsak, 1x olingan rasmni ko'rishingiz mumkin. Ranglar hammasi o'z me'yorida berilgan va sifati ancha yaxshi. Lekin 2x da kechki payt rasmga olishni maslahat bermayman, sababi sal sifati pastroq ekan. Endi videoga keladigan bo'lsak, 4K 30 FPS olib beryapti do'stlar, sifatini ko'rishingiz mumkin. Tez qimirayotganimizda, lekin 30 FPS shunday yaqqol bilinar ekan. Lekin sekin qimirayotganimizda esa unchalik bilinmaydi, ancha sifatli olib berar ekan. Ana endi Full HD 60 FPS, lekin sifati 4K dan qolishmas ekan. Test natijalari hammasi qoniqarli. Misol uchun o'yin testlarida hammasi o'rtacha flagmanskiy telefonlarni ishlashini baribir bera olmaydi va kamera testi ham do'stlar Pro kabi emas ekan. Ozgina baribir farqi bor ekan va sun'iy intellektlari ba'zi bir telefonlarga qaraganda tezroq va sifatli ishlar ekan. Shu taraflari menga yoqdi va kamchiliklari videoda aytib o'tgan kamchiliklarimni boshqa hech qanaqa katta jiddiy kamchiliklarni ko'rmadim. Endi Google servisidagi muammo va odamlarning qo'rqusi degan mavzuga keladigan bo'lsak, o'zi asli muammo emas. Sababi App Gallery'dan Gbox'ni o'rnatib olasizlar, ya'ni shu Google qutisi Gbox operatsion sistemaning ichidagi yana bir operatsion sistema ekan. Sababi Gbox'dan Google'ga bog'liq qanaqadir programma yoki o'yin bo'lsa, bemalol o'rnatib ishlatsanglar bo'lar ekan, hech qanaqa muammosi bo'lmas ekan do'stlar. Misol uchun men App Gallery'dan Asphalt o'yinini o'rnatib kirishga harakat ko'rdim, lekin umuman iloj bo'lmadi. Sababi Asphalt Google'ga bog'langan o'yin, lekin Gbox'da o'rnatib o'ynab ko'rdim, hech qanaqa muammo bo'lmadi. Va yana bitta misol, YouTube skachat qilib muammosiz Gmail'imni kiritdim do'stlar va ishlatib ko'rdim. Hech qanaqa kamchiliklar bo'lmadi va kerak bo'lsa Play Marketni ham o'rnatib ishlatsanglar bo'ladi. Qisqasi Gbox bilan Huawei smartfonlarini muammosiz ishlatsanglar bo'ladi. Endi Huawei Nova 13 telefonni 3,5 million 3 million 700 ming so'mga sizlar xarid qilgan bo'larmidinglar yoki bu narxga boshqa telefon olgan bo'larmidinglar? Izohda o'zingizlarning fikringizni qoldirib qo'yinglar va keyingi videomizda admin lichkamni porta to'g'rigan telefonni obzor qilamiz. Xudo xolasa keyingi video aynan sizlarning aytgan telefonni obzor qilishga harakat qilamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, bay bay. Sizlar bilan har doimday Ulug'bek bo'ldi.